ikkita ishtirokchimizga Jizzax Somsa markazida ikkita mushukamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Jizzax Somsa markaziga 5 yillik kursdoshlar yig'ilishga Samarqand universitetining talabalari bo'ladi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. 5 yillik yana birinchi marta yig'ilishlar ekan. Bu sizlarga bitta chiroyli o'yinimiz bor. Yo'lda masalasi 4 ta odam ishtirok etsa bo'ladi. 4 ta qizimiz ishtirokchilarimiz bo'ladi. Shartimiz juda oddiy. Men 4 ta kistam bor. 4 ta kistamdan aytgan sochimni chap taraf kistam tayyorlaymiz. Kimga nimadir sovg'a chiqsa, o'sha kistamdan o'sha sovg'amizni beramiz. 4 ta ishtirokchi olamiz. Omadinglar sinab ko'ring. Shu oxirgisida, to'g'rimi? Bas. Mana birinchi sovg'amiz sizga chiqdi. Hozir sovg'angizni beramiz. Keyingi ishtirokchimiz. Ayting. Uchinchi kistam. Chap 10. Yo'q. Hech nima chiqmadi. Chiqmadi. Keyingi ishtirokchimiz. Ayting. Ikkinchi kistamdan. Tabriklayman, sizga ham chiqdi. Ikkita ishtirokchimiz. Bitta turib olasizlar. Ikkita ishtirokchimiz. Ikkita ishtirokchimizga Jizzax Somsa markazida ikkita mushukamiz. Tabriklaymiz sizlarni. Sog' bo'linglar, baxtimizga. Xush kelibsizlar Jizzax Somsa markaziga. Yoqimli ishtaha, bemalol taomdan bahramand bo'lsanglar bo'ladi. Xush kelibsizlar. Xizmatdamiz, sog' bo'linglar.